Okalar Ko'kcha mahalladan Ugulovga tushgan fasad 20 ga 20. Shundoq tekis to'g'ri bir uchastka sotilyapti. To'g'rirog'i bu uchastka sotiluvdi 2 oy oldin. Zaklab berib qo'yuvdi klient. 3 oy srok oluvdi. Bugun ba'zi bir sabablarga ko'ra shu uy barakasi atmin bo'ldi. Sababi pul qilib bera olmaydigan bo'lib qolishdi. Shuning uchun shu uyni boshqatdan reklamaga chiqaryapman. Hozir eski qilingan obzorni shunda qo'yaman, shunda ko'rib olinglar. Narxi vaqti kerak narx. Ikkinchi liniya bo'pti. Ko'chani kengligi yomon emas. Uchastkamiz Ugulovga tushgan. Fasadimizning razmeri akalar 20 metr bo'ladi. Mana bunaqasiga 19 metr bo'ldi. Shunda mana bu stalbadan ozgina o'tgangacha bo'ldi. 19 ga 20. 9 sotu bor. 4 sotuga ozgina yetmaydi. Akalar yonidagi uchastkalarni ko'rasizlar. Dang'illama uchastka. Bemalol ikkita uchastkani tushirsalar bo'ladi. Oldi tarafda ko'rasizlarmi? Parkovkaga sharoit qilib qo'yganlar. Uy egalari juma kuni deyaptilar, bola masjidga kelgan odamlarga masjidga qilib qo'ydim, savobi tegib tursin deb. Gap bo'lishi mumkin emas bo'lgan joy akalar. Narxini videoning oxirida aytaman. To'g'ri burchak, kadastr hujjatlardan muammo yo'q. Endi eski uchastka buni buzib tashlab yangi imorat qursanglar bo'ladi. Bu tarafimizda hovlimizda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Etek tarafida mana imoratlari joylashgan. 6 sotuni shu 4 sotigini sotayotgan ekanlar. Etek tarafda, bu tarafdagi xonadonlarimizda qoladi. Shunda liniyamizni mana shu daraxtdan ozgina o'tganda bo'pti. Darvoza xonamizdan ko'rasizlarmi? To'g'ri burchak, hech qanaqa qing'ir-qishuv joyi yo'q. Uy egalari bor, mana bu qo'shniga ham bemalol 2 etajli imorat qurilgan. Chunki bu yerda men sotaman, sotib olgan odam bemalol qiynalmasdan 2 etajli imorat qurishga sharoit bo'lsin degan maqsadda shunga ham rozilik bergan ekanlar. To'g'ri burchak Ko'kcha mahallada joylashgan. Endi narxi keladigan bo'lsa, startli narximiz 205 ming deyilyapti. Sunnatiga обязательно o'tadigan joylar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, men pastda raqam qoldiraman. Telefon ko'rasizlar. Ko'kcha mahallani bilasizlar. Gaz, suv, svet, sentralniy kanalizatsiyadan muammo yo'q. Tez telefon qilamiz.